5. bob. 3. kuni Ester shahona libosni kiyib, ordining ichkiriki ho'yliga, ya'ni podsho taxti qo'yilgan xos xonasi udildiki ho'yliga kirdi. Podsho xos xonasi ishikining udildiki taxtida o'tiratdi. Podsho Xonish Esterning ichkiriki ho'ylida turganini ko'rib, Xonish uning nazarida iltifot topqach, oltin saltanat hossini uningga uzatdi. Shuning bilan Ester uning oldiga berib, hosining uchini tutdi. Podsho uningdan: "Hey Xonish Ester, nim bo'ldi? Nemi talabing bor? Hatto imperiyamning yerimini talab qilsangmi, u sana beriladi," dedi. "Agar oliylari xolislar bugun Haman bilan birga sizlar uchun tayyorlagan ziyofatimga qadam tashrif qilg'aylar," dedi Ester podshohga. "Podsho, Esterning talab qilganidek Hamanni darhol elib kelinglar," dedi. Shunda qilib podshoh ziyofatga Haman bilan birga bordi. Sharob ichilayotganda podshoh Esterdan yana: "Iltimosing nima? Iltimosing bejo keltirildi. Nemi talabing bor? Hatto imperiyamning yerimini talab qilsangmi, u sana berildi," dedi. "Mening iltimosim va talabim shuki, agar men oliylarining iltifotiga muyassar bo'lsam, oliylari xolislar ata o'zlari Haman bilan birga ikkilari uchun tayyorlagan ziyofatimga qatnashib bagaylar. Shu chog'da sizlarning so'rg'alarga javob beray," dedi Ester. Haman ziyofatdan ko'ngli xush qaytdi. Lekin u orda darvozasi oldidan o'tganida Mordekayning u yerda o'rnidan midirlamay o'tirganini, o'zidan birozmi aymanmaganligini ko'rib, intayin g'azablandi. Lekin u g'azabini besib elib, uyga qaytib, og'illarini chaqirtdi va xotini Zarashnimi keltirdi. Haman ularga o'zining cheksiz boyligi va farzandlarining ko'pligi haqida po'atdi. Shundaqla podshoning uning martabasini qandoq o'stirib, barliq oliy amaldorlar bilan baglardan yuqori qilganligini og'ziga tegmay so'zladi. Haman yana: "Bulardan boshqa Xonish Ester bergan ziyofatga podsho bilan mendan boshqa hech kim taklif qilinmabdi. U yana podsho bilan meni atiki ziyofatga taklif qildi. Biroq men qachonla heliqi Yahudi Mordekayning orda darvozasi oldida o'tirganini ko'rsam, bu ishlarning hammasining menga hech bir ahamiyati yo'q ekanligini his qilaman," dedi. Uning xotini va og'illari uningga: "Siz buyruq tushirib 37 gaz egizlikda bir dor tayyorlating va ati atganda podshohdan Mordekayni dorga isishni talab qiling. Shunda qilganda ziyofatga xushal-xuram borsiz," deb taklif berishdi. Haman buni yaxshi maslahat deb bilib, egiz bir dor tayyorlatdi.